Poylat 550 kg. Okalarim, bu o'zbeklar qo'liga tushgandan keyin bu mashina Qo'qa shafti toningdan chiqqandan keyin 1 tonna, 1,5 tonnagacha oladi okalarim. Mana svarka ishlarini tugatdik, xudo xolasa. Portlarni yangi taqib etdi. Hop, tombagacha taqib etdi okalarim. Mana ishlarimizdan svarkadan to'liq chiqib, ramlarni usulini qilib, mana oldi o'rda bo'ladi. Bu 2010-yil ichki pipska qilib, mana bir ko'rinishda qilib, faralarini yangi qilib, taqib, zazorlarni qo'yib, deri-deri ishlarini qilib, ristalin ishlarini qilib etdi okalarim. Hop, ertaga yana bitta jija ishlarimiz qoldi, 5-10%. Lab o'qigandan keyin o'z mana eshiklar osilib, nasib qolib, bularni ham bir qator regirovkasini qilib, sog'liq qilib bitkazib beramiz, xudo xolasa. Kanalimizni kuzatib beringlar, ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar, sog' bo'lasiz okalarim.